Salom aziz yurtdoshlar, podpetchiklar, bugun xudo xolasa Avtocenter avtosalonimizdagi navbatdagi Cobalt'imiz bo'ldi. 2021-yil. Pakarina metallari va 3D poliklari. Xudo xolasa mashinamiz aksiyada turadi. 121 million so'mda mustak ko'p bir nodira tortishuvlar ham bo'ldi. Mashina o'zi biroq aytib qo'yadilar, shu kunisi geyishda sotilib. Yana shu do'stimiz, ukamiz, bratimiz ekan bo'ladi. Bugun shahardan Umidbek edi. Esenlik to'ylari yaxshi yo'lamish nasib etgan. Rozimiz savdodan narxi 121 million so'm bo'ldi. Az yurtdoshlar naq pulashtir. Uji nomlanib o'tirib berdik. Hozir nomerlardan xudo xolasa bitkazib beramiz, chiroyli minib ketadi. Rozimiz savdodan yaxshi yo'lamish nasib etib, endi o'zlari xudoyim bir doğib ulayvergay. Gelarasiz az yurtdoshlar, Avtocenter salonimizda har turdagi mashinalarimiz bor. Banklarimiz faoliyatini ko'rsatib turibdi. Hozir chiroyli ketib beramiz baholarni, klientlarimizni xafa etmang. Bugün senenin 2025-yil 7-aprel esa tabriklaymiz yana bir bora. Yaxshi kunlarni nasib etgan. Gelaverasiz yurtdoshlar.